Qizlarjonlar, qo'limda shprits va bu shpritsni men yuzimni yoshartiruvchi muolaja sifatida uyda qo'llanishni o'rgataman sizlarga. Demak, mana shu shpritsni uyda ham qo'llab yosharishinglar mumkin. Ayniqsa ko'z atrofidagi mimik ajinlar, nasagubkalar, qosh o'rtasidagi siniqlar, mana bunaqa zonalardagi teri sinib ketgan joylar bo'ladi va butun yuzni oziqlantirishga, aynan quruq yuzlar uchun qizlar. Bu narsa, bilasizlar, men hech narsani hech qachon internetdan olmayman. Har doim o'zim qilishga, o'zim yaratishga va sinashga harakat qilaman. Narsani uy sharoitida barcha ayollar qilishi mumkin. Mana shunaqa shprits bilan. Birinchi navbatda bizga bodom yog'i kerak bo'ladi. U sedana, mendagi bor sedana yog'i shu. Bu kapsulada, men kapsulani ichidan olaman. Agar sizlarda suyug'i bo'lsa, qora sedana yog'ini u ham bo'veradi. Demak, glitserin. Menda glitserin romashkalisi, o'shaning uchun buni rangi sariq menda. Va eng kerakli narsa bizga bu vitamin E. Bizda 10 grammli shprits. 10 grammli shprits va bizda 4 ta mahsulot. Demak, achchiq bodom yog'idan tortib olamiz. Mana 2 kubik tortib oldim, o'rtoqlar. Demak, qora sedana yog'i. Menda kapsulali bu, o'shaning uchun kapsulani ichidagini chiqarib olaman. Kapsulani ichidagini chiqarib olaman. Ehtiyotkorlik bilan tortamiz. Ko'ryapsizlarmi? Mana ichidagi shu shprits ichiga. Demak, glitserindan ham 2 ta kubik tortamiz. Glitserin tortib oldik. Endi vitamin E tortamiz. Bu safar salgina yana yengillik qilaman deb men kastorka ham qo'shaman, ozgina kastorka masla. Chunki bu yog'lar jamlanmasi teri uchun juda ham zo'r narsa bo'ladi, qizlar. Demak, buni qanaqa qo'llaymiz? Bepanten olamiz. Bepantenni kremi bo'lishi kerak, qizlar, ko'ryaptimi? Chunki mayza bu yog' bilan birikishi qiyin bo'ladi. Aynan krem. Qo'limizga chiqarib olamiz, mana shuncha. Shpritsni esa, o'rtoqlar, yuzimizga qamaymiz. Mana shunaqa foydalanasiz. Krem ustiga 5 tomchi solamiz. 5 tomchi yetadi. Demak, 5 tomchi yaxshilab aralashtiramiz. Yog' bilan krem birikib ketishi kerak. Yaxshilab yuzimizga suramiz. Ayniqsa ko'z atroflariga, o'rtoqlar. Yaxshilab hamma joyimizga suramiz. Mana shu joylarimizga, nasagubkalarga, bo'yin sohalariga va qo'llarga. Shunaqa mayin bo'lib qoldiki, ko'z atrofida alohida krem, patchlar sotib olmaysizlar endi. Bundan keyin